Bemorning odoblari. Bemorlikka yo'liqqan kishi sabr qiladi, savob umidida bo'ladi va o'ziga yetgan xastalikni Alloh taoloning qazoyi qadari deb tan oladi. Va qala Abdulloh radhiyallohu anhu: "Dakhaltu ala an-nabiy sallallohu alayhi va sallama wa huwa yu'aku. Faqultu ya Rasulullah, innaka tu'aku wa'kan shadidan." Qala ajal. إني أوعك كما يوعك رجلان منكم. قلت ذلك بأن لك أجرين؟ قال أجل. ذلك كذلك. ما من مسلم يصيبه أذى شوكة فما فوقها إلا كفر الله بها سيئاته كما تحط الشجرة ورقها. رواه الشيخان. عبد الله رضي الله عنه aytadilar: Nabiy sallallohu alayhi va sallamning huzurlariga kirsam, u zot bemorlikdan qiynalayotgan ekanlar. Ey Allohning rasuli, siz bemorlikdan qattiq qiynalmoqdasiz-ku, dedim. Shunday, albatta men bemorlikdan sizlardan 2 kishini qiynalganicha qiynalurman, dedilar. Sizga 2 hissa ajr bo'lishi uchun shundaydir-da, dedim. Shunday, xuddi shunday. Qay bir musulmonga biror musibat yetsa, biror tikan yoki undan ortiq narsa, albatta Alloh uning sababidan o'sha bandaning yomonliklarini xuddi daraxt o'z barglarini to'kkanday to'kadir, dedilar u zot. Buxoriy va Muslim rivoyat qilganlar. Bemorlikni ham Alloh taolo mo'min musulmon bandalariga gunohlarni yuvish uchun qulay imkoniyat qilib bergan. Faqat ular bu qulay fursatdan to'g'ri foydalana bilishlari kerak. Buning uchun esa bemor bo'lganlarida sabr qilib, bemorlik odoblarini o'rniga qo'ymoqlari lozim. Bu ishda ularga payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam o'rnakdirlar. Boshqalarga nisbatan bemorlikni 2 hissa og'ir kechirsalar ham sabr qilib, Alloh taoloning rahmatidan umidvor holda bemorlikni boshdan kechirganlar. Bemorlikka uchragan kishi sabrsizlik qilmaydi, bemorlikni yomon ko'rmaydi, uni so'kmaydi. عن جابر رضي الله عنه قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم على السائب فقال: ما لك يا السائب تزفزفين؟ قالت: الحمى، لا بارك الله فيها. فقال: لا تسبي الحمى، فإنها تذهب خطايا بني آدم كما يذهب الكير خبث الحديد. رواه مسلم. Jabir radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Nabiy sallallohu alayhi va sallam Soibning huzuriga kirdilar va ey Soib, senga nima bo'ldi, qaltirayapsan, dedilar. Isitma, Alloh uni barakasiz qilsin, dedi u. Isitmani so'kma, u odam bolasining xatolarini xuddi bosqon temirning zangini ketkazgandek ketkazur, dedilar u zot. Muslim rivoyat qilgan. O'z gunohlarini ketkazadigan narsa bo'lmish bemorlikni musulmon inson qandayin ham so'kishi mumkin. Aksincha, bunga ko'p shukr qilmog'i kerak bo'ladi. Bemor bo'lgan inson o'z bemorligi va uning turi haqida boshqalarga xabar berishi joiz. Bemor bo'lgan inson dardiga shifo talab qilishi kerak. Bu ishni Nabiy sallallohu alayhi va sallam ham qilganlar. Misol uchun Ayyub alayhisalomning duolari Qur'oni Karimda kelgan. Alloh taolo Anbiyo surasida marhamat qiladi. Va ayyuba iz nada robbahu anni massani ad-durr va anta arhamur rohimin. Va Ayyubning o'z Robbiga nido qilib, albatta meni zarar tutdi, sen rahimlilarning rahimlisisan deganini esla.
Shuning uchun bemor bo'lgan inson doimo va avvalo Alloh taolodan shifo so'rab duoda bo'lishi lozim. Xayr ehson qilishi, tavba, zikr va tazarruda bo'lishi lozim. Bemor bo'lgan inson davolanishni yo'lga qo'yishga harakat qiladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam o'zlari kasalliklarida davolanganlar va biz ummatlarini ham davolanishga amr qilganlar. O'zat davolanish uchun qilinadigan urinish ham Allohning taqdiri ekanini bayon qildilar. Ya'ni bemor bo'lish Allohning taqdiri ila bo'ladi, ammo davolanish orqali tuzalish ham o'sha zotning taqdiridir. Bu yerda Allohning bir taqdirini ikkinchi bir taqdiri bilan qaytariladi. Bemor bo'lgan odam shariatda harom qilingan narsalar bilan davolanmasligi kerak. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam harom bilan davolanishdan qaytarganlar. An Abi Darda radhiyallohu anhu anin nabiy sallallohu alayhi va sallam qol: Inna Alloha anzala ad-da'a wad-dawa'a wa ja'ala li kulli da'in dawa'an fatadawaw wa la tadawaw bi haramin. Rawahu Abu Dawud. Abu Darda radhiyallohu anhu dan rivoyat qilinadi. Nabiy sallallohu alayhi va sallam albatta Alloh dardni va davoni tushirgan va har bir dardga davo qilib qo'ygan. Bas davolaninglar, faqat harom ila davolanmanglar dedilar. Abu Dawud rivoyat qilgan. Umumiy qilib aytganda harom va najas narsa bilan davolanish mumkin emas. Agar dardni davolash uchun halol narsalardan shifo topilmasa va harom narsa davo bo'lishi aniq bo'lsa, u bilan davolanishga istisno tariqasida ruxsat beriladi. Bemor bo'lgan shaxs aqidaga putur yetkazadigan ma'naviy harom narsalar bilan davolanishi mutlaqo mumkin emas. Bunga shariatda man qilingan tumor osish, turli dam solingan idishlar, ba'zi hayvonlarni tirnoq yoki tishlari kabi narsalarni o'zi bilan olib yurish kabilar kiradi. Ushbu ishlar shirkdir. Bularni qilish ulkan gunohdir. Bunday ishlarni qilgan odamlar Alloh taoloni qo'yib boshqadan shifo tilagan bo'ladi. An Isa ibn Abdurrahman radhiyallohu anhu qol: Dakhaltu ala Abi Mu'ayd al-Juhani a'uduhu wa bihi humratun faqulna ala tu'alliqu shay'an qala al-maut aqrabu min dhalik. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تعلق شيئا وكل إليه. رواهما الترمذي. İsa ibn Abdurrahman radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Abu Mu'ayd Juhanining oldiga kirdim. Unga qizil narsa toshgan edi. Biror narsa osib olmaysanmi dedim. Undan ko'ra o'lgan yaxshiroq. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam kim bir narsa osib olsa o'shanga suyantirilur deganlar dedi u. Tirmiziy rivoyat qilgan. Ya'ni tumor osgan odam mana shu osgan tumorim menga shifo beradi yoki balo ofatlardan saqlaydi degan e'tiqodga borib qoladi. Bemor musulmonning folbin, jinkash, sehrgar va shularga o'xshash tib ilmini bilmaydigan turli aldamchi kimsalarda davolanishi mutlaqo mumkin emas. An ba'd ummahatil mu'minin radhiyallohu anhunna anin nabiy sallallohu alayhi va sallam qala: Man ata arrafan fasa'alahu an shay'in lam tuqbal lahu salatun 40 layla. Rawahu Muslim wa Ahmad. ولفظه من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. Mo'minlarning onalari radhiyallohu anhunnaning ba'zilaridan rivoyat qilinadi.
Nabiy sallallohu alayhi va sallam dedilar: kim arrofga, folbinga kelib, undan biror narsa haqida so'rasa, uning namozi 40 kechagacha qabul bo'lmas. Muslim va Ahmad rivoyat qilganlar. Ahmadning lafzida kim arrofga yoki kohinga kelib, uning aytganini tasdiqlasa, va tahqiq Muhammad sallallohu alayhi va sallamga nozil bo'lgan narsaga kufr keltiribdi deyilgan. Kim folbinga borib uning aytganini tasdiqlasa, kufrga ketgan bo'lar ekan. Bundan barchamizni Allohning o'zi asrasin. Musulmon ummatining shonli tarixi davomida ulardan Ibn Sinoga o'xshash tib ilmining mohirlari chiqib mashhur bo'lgan. Ammo folbin, jinkash, sehrgar va shularga o'xshashlarning ishi harom va gunoh ekaniga hech kim xilof qilmagan. Bemor inson, mutaxassis tabiblar tib ilmi bo'yicha bemor emasligini tasdiqlashganidan keyingina shar'iy dam solishga murojaat qilishi mumkin. Bunda bemorning o'zi bilgan Qur'oni Karim suralaridan o'qib o'ziga dam solsa yaxshi bo'ladi. Shu bilan birga duosi qabul bo'lishidan umidvor ibodatli insonlardan o'ziga dam solib qo'yishni iltimos qilsa ham bo'ladi. Dam solishni kasb qilib olganlardan emas. Bemor bo'lgan odamning Alloh taologa nisbatan yaxshi gumonda bo'lishi talab etiladi. Bunda banda Alloh taoloni qilgani faqat yaxshilik, bundan keyin u zot nima qilsa ham menga yaxshilik bo'ladi degan ishonchda bo'lishi ko'zda tutilgan.